Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan men o'sha streamingiz bo'laman. Bugun birgalikda go'zaldan go'zal, shakardan shakar videomizni boshlaymiz. Like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu safar TOTS oblavleniya bo'ladi. Bundan keyin bu videodan keyin yana yangi videolar chiqadi. Hozir liga tokenlarini sotib olamiz. Va sovg'alarni ham olib hammasini tayyor qilamiz va keyingi videoni boshlaymiz. Mana obunachilar 33 mingta Jamesga maza qilib open pack qilamiz. Boshladik, bo'lmasa sekin sovg'alardan olamiz. Iltimos bitta yo'q. Necha qachondan beri bitta umuman tushmayapti. Hozirlari ko'p tushar edi. Hozir mana bu yerdan biz bonusda 200 tani olib olamiz. Mana bitta voucher va qolganini mana bu tarafdan olamiz. Qani endi? Biroq qani? Mana bu joyda. Mana 10 tani bitta shiriqqa o'rab yaxshi. Anchadan beri 10 ta olmagan edim obunachilar. Bugun birgalikda bomba open pack bo'ladi. Hozirda bizda 12 mingta open pack draft bor. O'zi aytolmadimcha. Mana bugun bizda Jorge Best, Bruno Fernandes, Declan Rice, Erling Haaland, Gabriel Simeone, Igor Diegolar keldi. Shunga o'xshagan bomba futbolchilar keldi. Qani bo'lmasa like bilan obuna bo'lish umuman esingizdan chiqmasin. Bugun bo'lsa videoni boshlaymiz. Birinchi draft va birinchi draftda yo'q. Menimcha emas, walkout. 10 ta ochaveramiz. Nima deydi? Bolalar hech kim bermadi. Hech kimi. Angliya golkiper. Kim bu? Kim? Bu Niko Rallet. Obunachilar. Kimlar bular obunachilar? Bo'pti, yana draft oqtarishga harakat qilaman obunachilar. Yana draft kelgandan so'ng videoni boshlaymiz. Afsuski obunachilar, draftga aylantirsa bo'lmaydigan o'yinchilarni. Nimaga ishlatamiz bo'lmasam? Menga ishlatsa bo'larmikin? Bu o'yinchilar bu yerda yaxshisi ham yo'qda obunachilar. U yaxshilar. Ko'ralayda ham berib yuboramiz. Maksimal o'yinchilarni qilaylik-chi qani. Jami qancha bo'lar ekan? Juda kammi yoshlar. Nima qilamiz bunchani? 4500 ta bo'lgan. 4500 ta kim olsin? Hech kim. Nima qilamiz? Nimaga ishlatsa bo'ladi endi buni? Savol. Draftlar ketkizdik. Liga to'kenlariga kelsak. Obunachilar. Nima alam qilib ketyapti? Yomon. Chunki biranta ham 116 usholmadim. Bittalab ochganimda 12 ta balkim ushab qolar edim. 12 ta draft umuman omad kelmadi bizni. Yordik.
Mana bu ko'rsamiz mana futbolchi kelgan lekin botiring shart emas. Maslahatimni umuman olmanglar, keyin ular bu mendayam o'ynagan, menda bor edi bu o'yinchi, to'g'risi. Umuman taxta o'ynashni bilmaydi. Uni bilmadim, xohlasangiz olinglar, xohlasangiz olmanglar, bu sizlarga bog'liq. Hozir men asosiysi men draft topmoqchiman. Bo'pti obunachilar, bitta match o'ynaymiz. Bir oddiygina bitta match o'ynaymiz. Keyin videoni yashamay qo'yaraman ekan. Obunachilar shu bilan video tugatishga majbur bo'lib qoldim. Chunki mana qarasak, hech narsa yo'q. Topgani pulmi, u degan narsalar yo'q. To'g'ri, buni ham alohida qilish kerak. To'g'risi,